Assalomu alaykum. Bizada laboratoriyamiz tayyor bo'ldi. 12 metrli konteynerdan yasaldi. Glavniy eshik, kirish eshigi sifat yaxshisidan qo'yildi. Ichki ko'rinishi high-tech usulda. 2 aziroklar qo'yilgan. Yomg'ir o'tmaydi. Tushmaydi eshikgacha. Bu kirish joyimiz. Bitta xona, yana ikkinchi xona yo'qdan qo'yilgan. Pol tarket, laminat. Devorimiz dekor plastik. Patolog plastik. Uti pliti mineralniy vatadan qilingan. Eshik akvaplast. Bu laboratoriyaga kirish eshigimiz. Umumiy ko'rinishi sifati yaxshi eshiklarimiz. Ichki ko'rinishi ham high-tech usulda qilingan. Ichki xonamiz to'mli rangda qilindi, laboratoriya bo'lgani uchun. Bu yerda ariston qo'yiladi, joylari qo'yilgan. Saksonga 2 metrlik stol. Rozetkalar. Bittasi ikkitalik. Aristonga qo'yilgan. Konditsionerga qo'yilgan. Polimiz tarket. Eshiklarimiz. Bu ariston tayyor turibdi. Manzilga yetib borib qo'shib qo'ysa bo'ldi. Bu yerda rozetka. 3 ta rozetka qo'yilgan, har bittasi ikkitalik. Bu yerdan konditsionerga отдельно qo'yilgan. Akfa avtomat.